Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bu qitimliq o'qiydigan tema Qaraxoniylarning bo'linib ketishi. Milodining 1030-yili 5-oyning 26-kunida Sultan Mahmud G'aznaviy olamdan o'tdi. Uning o'g'li Sultan Mas'ud Uqsi Muhammadni yengib G'aznavilarga sultan bo'ldi. Milodining 1031-yili Sultan Mas'ud Yusuf Qadirxonning huzuriga elchilar o'miki avatdi. Qashqarga kelgan Sultan Mas'udning elchilari bilan Yusuf Qadirxon orasida davom qilgan suhbatlar nihoyat uzunga so'zilib ketdi. Suhbatning asosiy mazmuni milodining 1026-yili Sultan Mahmud G'aznaviy bilan Yusuf Qadirxon orasida Samarqand yinida tuzilgan to'xtamdagi bo'lg'usi to'y masalasini hal qilish edi. Samarqand yinida tuzilgan to'xtamnoma bo'yicha Sultan Mahmudning qizi Zaynab Yusuf Qadirxonning o'g'li Yag'an Tekin, ya'ni Muhammad Bug'roxonga Yusuf Qadirxonning qizi Xon Malika Shoh Xotun, Yag'an Tekinning singlisi Sultan Mahmudning varisi Sultan Muhammadga yotliq qilinishi kerak edi. Sultan Mas'ud taxtga chiqqandan keyin Xon Malikshah Xotun Sultan Muhammadga emas, Sultan Mas'udga yotliq qilingan bo'ldi. Onun üstiga Sultan Mas'ud o'zining o'g'li Sultan Ma'udni Bug'ra Tekin, ya'ni Sulaymon Arslonxonning qiziga uylantirmoqchi bo'ldi. Qashqarga borgan G'aznaviylarning elchilari mana shu masala ustida Yusuf Qadirxon bilan suhbatlashib, bir natijaga erisholmadi. Yusuf Qadirxon milodining 1032-yili olamdan o'tdi. Qaraxonlar taxtiga Yusuf Qadirxonning o'g'li Sulaymon Arslonxon chiqdi. Qashqarda yillab turib qolgan Sultan Mas'udning elchilari Sulaymon Arslonxon bilan suhbatni davomlashtirdi. Ular milodining 1034-yili 9-oyda o'z vazifasini utuqliq ado qildi. Sulaymon Arslonxon hamshirisi Xon Malikshah Xotun bilan o'zining qizini Sultan Mas'udning elchilariga qo'shib nihoyat cho'ng izzat ikrom bilan Qashqardan G'azniga uzatdi. Baxtga qarshi Sultan Mavdudga yotliq bo'ladigan Qashqar go'zali Sulaymon Arslonxonning qizi yo'lda ketib o'tib olamdan o'tdi. G'azniga omon eson yetib kelgan Xon Malikshah Xotunni Sultan Mas'ud nihoyat cho'ng dag'dug'a bilan qarshi oldi. Xon Malikshah Xotun keyin milodining 1041-yili Sultan Mas'ud o'lgandan keyin Saljuq Xaqoni olib Arslonga yotliq bo'ldi. Milodining 1034-yili Sulaymon Arslonxon G'aznaviylarning elchilarini Qashqardan uzatib qo'ygan chog'dala Muhammad Bug'roxon G'azniga elchi avetib Sultan Mahmudning qizi Zaynabga uylanganligini bildirdi. Lekin Sultan Mas'ud Muhammad Bug'roxonning talabini rad qildi. Buningdan xafa bo'lgan Muhammad Bug'roxon To'g'rulbekka maxfiy xat yozib, uning Sultan Mas'udga qarshi harakatga o'tishini talab qildi. Maxfiy xatni akitayotgan kishi Amo daryodan o'tayotganda G'aznavilar tarafidan tutildi. Maxfiy xatmu aqtirilib qo'lga tushdi. Xatning mazmunidan xabardor bo'lgan Sultan Mas'ud sirni oshkorlamadi. Xatni ilib Mong'uchini Hindistonga yo'lga silib qo'ydi. Maxfiy sirliqcha qoldi. Sultan Mas'ud Muhammad Bug'roxon bilanmi, To'g'rulbek bilanmi dushmanlashishga jur'at qila olmadi. Sultan Mas'ud milodining 1037-yili 8-oyda Sulaymon Arslonxonga elchi avatib, uningdan Uqsi Muhammad Bug'roxon bilan G'aznaviylarni yarashtirib qo'yishni o'tindi. Qashqarga kelgan G'aznavilar elchilari 1,5 yil jafo mushaqqat chekib, milodining 1039-yili vazifasini ado qilib G'azniga qaytdi. Sulaymon Arslonxon Qaraxonlarning ulug' xoni bo'lib turgan mezgilda Qaraxonlar davlati ichki va tashqi jihatda nihoyat tinch va xotirjam bir davrni o'z bishidan kechirdi. Milodining 1035-yili Ali Tekin olamdan o'tdi. Uning o'rniga Sulaymon Arslonning buyrug'i bilan Ali Tekinning o'g'li Yusuf ibn Ali Ilikxon bo'ldi. Yusuf ibn Ali Qaraxonlarning markaziy Qashqarga samimiyat bilan bo'ysundi.
U miladining 1035-yili To'g'rilbek boshchiligidagi O'g'izlarni Mavara-un-Nahriydan qo'g'ladi. O'g'izlar asosan Xorason tarafga qarab ko'chdi. Ancha uzun o'tmay Yusuf ibn Ali, ya'ni miladining 1034-yilidan 1040-yilgacha ilhom bo'lgan. U miladining 1036-yili G'aznavilar sultoni Mahmudning qeyrindishi Nasirning qiziga uylandi. Uning G'aznavilar bilan bo'lgan munosabati yaxshi edi. Shundaq bo'lishiga qaramay, u ilhxonlik o'rniga oromxo'da o'ltirolmadi. G'arbiy ilhxon Nasirning o'g'illari Muhammad ibn Nasir va Ibrohim Bo'ritekillar Mavara-un-Nahriyda Yusuf ibn Aliga qarshi harakat qildi. Miladining 1037-yili Muhammad ibn Nasir O'zkentni besib oldi. Miladining 1040-yili Ibrohim Bo'ritekin Buxoroni besib oldi. Yusuf ibn Ali panoh izlab Sulaymon Arslanxonning qishiga qochib ketdi. Muhammad ibn Nasir boshda o'zini ilhxon deb atadi. Miladining 1040-yilga kelganda mustaqillik jakarlab o'zini Tavg'och Bug'roxon deb atadi. Shuningdan boshlab Qaraxoniylar davlati Sharqiy Qaraxoniylar va G'arbiy Qaraxoniylarga bo'linib ketdi. Sulaymon Arslanxon Sharqiy Qaraxonlarning xoni bo'lib qoldi. Sulaymon Arslanxon G'arbiy ilhxonlari Muhammad bilan Ibrohim Bo'ritekinning mustaqillik harakatini cheklashga imkoniyat topolmadi. Uning ustiga dal shu chaqda miladining 1041-yili Qaraxonlarning sharqiy shimoldagi territoriyasi ichiga kiradigan Irtish va Balqash bo'ylarida yashaydigan Yabaqular, Basmillar, Chumullar, Yemaklar isyon ko'tardi. Ishonchli tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, Yabaqularning xoni Boki Buzrach nurg'un qo'shin to'plab Qaraxoniylarning markaziy Qashqarga bo'ysunishdan bosh tortgan. Sulaymon Arslanxon Bekach Arslan Tekin qo'mondonligidagi 40 ming kishilik qo'shinni Boki Buzrach boshchiligidagi 700 ming kishilik isyonchilarga qarshi mangdirgan. Arslan Tekin Boki Buzrachni mag'lub qilib, uni o'ldirgan. Yabaqular Sulaymon Arslanga sodiq bo'lishga va'da bergan. Ikki o'tirda bitimnoma tuzilgan. Keyin bitimnomani buzgan Basmillar va Chumullar qaytadan itoatga keltirilgan. Arslan Tekinning miladining 1041-yillari Yabaqular ustidan qozongan bu g'alabasidan keyin Balqash ko'li bilan Orol ko'lining atroflari bir mazgil Qaraxonlarga qaragan. Mana shu voqea to'g'risida Mahmud Qashqari Turkiy tillar devonining bir qancha joylarida bizga ishonchli va qimmatli bo'lgan ma'lumot qoldirgan. Masalan, Buzrach yana quturdi, u boturlarni tanladi, qo'shinlarni yana qayridi, kelmak bo'lib to'planyotdi. Boki Buzrach Arslan Tekin bilan bo'lgan urushda boshda mag'lub bo'lgan, keyin u yana kuch to'plab kelib urushgan. Tang atqanda mangayli, Buzrach qinini istayli, Basmil begini o'rtayli, amdi yigitlar to'plansin. Yuqoridagi bir koplit qo'shoqqa qaraganda, Yabaqular Arslan Tekin tarafdan o'ldirilgan xoni Boki Buzrachning o'chini ilishga uringan. Boshda Yabaqularning tarafini olgan Basmillar urushda Arslan Tekinga bo'ysunib, ittifoqchisi bo'lgan Yabaqulardan ayrilib ketgan. Shuning uchun Yabaqular Basmillardan o'ch olmoqchi bo'lib, uning begini o'tda ko'ydirishga bel bog'lagan. Irtish bo'yidagi yemaklar bilaklarini turmakda, yuraklarni qilishib qopdak bizga qarshi kelmakda. Tang atqanda mangayli, Buzrach qinini istayli, Basmil begini o'rtayli, amdi yigitlar to'plansin. Yemaklar bo'lsa Qipchoqlarning bir aymiqi. She'rda mundaq deyilgan. Ular bilaklarini ching turib, qattiq g'azab bilan bizning ustimizga bisib kelishga to'planmoqda. Biz boshda aytgandek, Irtish bo'ylarida yashaydigan yemaklar Yabaqular bilan birlashib Qaraxoniylarga qarshi isyon ko'targan edi. Bitimnoma tuzishidu, yana qasam berishidu, xondan yordam elishidu, amdi Basmil Chumullar bizlar bilan tirkishidu. Yabaqu jingida qig'onga qarshi chiqmaslikqa, uningga bo'ysunishga qasam ichilib bitimnoma tuzildi. Xalq qag'ondan yordam so'radi.
Basmil bilan Chumillar bizga qarshi to'planib edi, qolgan yetib keldi. Ularning qinini to'kib, o'zlarini asir qildi. Mahmud Qashqari xotirlagan bu ma'lumotga asoslanganda, Yabaqolar Arslan Tekin tarafidan mag'lub bo'lganda, ularning ittifoqchisi Basmillar bilan Chumillar Qaraxonlar Qag'ani Sulaymon Arslanga sodiq bo'lishga qasam ichishib, ikki o'tirda bitimnoma tuzilgan. Keyin Basmillar bilan Chumillar vafosizlik qilganda, Qag'an Sulaymon Arslanxon o'zi qo'shin bilan kelib, ularni tarmar qilib, boshqadan bo'ysundirgan. Qizil bayroq ko'tarildi, qora chang to'zang o'rlidi. O'g'roqlar bizga kelib qo'shildi, urush bilan bo'lib qilib kechikdik. Ma'nisi, musulmonlar qo'shindan qizil bayroq ko'tarildi, qora chang to'zan o'rlidi. O'g'roqning otliqlari bizga kelib qo'shildi. Biz birlikda urushdik, shu sababdan kechikdik. Biz yuqoridagi bir ko'plit qo'shaqdan ikki masalani aniqlab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Uning biri, biz boshda aytib o'tgandek, Qaraxonilarning davlat bayrog'i o'ttirig'a 9 shoxliq oltin rang archa tushirilgan to'q qizil shoyi bayroq edi. Qo'shaqdagi musulmonlar qo'shindan qizil bayroq ko'tarildi degan qur Qaraxonilarning musulmon diniga ishonadigan qo'shinlar ko'targan Qaraxonilarning davlat bayrog'ini ko'rsatdi. Yabaqo, Basmil qatorliq shaman diniga ishonadigan aholi bilan bo'lgan bu urush milodining 1041-yili bo'lib o'tgan edi. Bu qo'shaqdan yana milodining 1041-yili bo'lgan urushda o'g'roqlarning Qaraxonlarga yordam berganligi ma'lum. Mahmud Qashqarining Turkiy tillar devonidan keltirilgan yuqoridagi naqllar Qaraxonlarning o'z tarixida buddist Uyg'urlarni islom diniga kirgizish uchun uzun muddat qonliq urush ilib beribla qolmay, balki shaman dinidagi Yabaqo, Basmil, Chumul, Yamak xalqlarini islom diniga kirgizish uchun qonliq urushlarni ilib borganligini isbotlaydi. Demak, Sulaymon Arslanxon milodining 1041-yillari yuqorida tilga ilingan Yabaqolar boshchiligidagi Esiyani bostirish bilan avara bo'lib qolganligi uchun g'arbiy ilixonlarning mustaqillik harakatini unumli holda cheklashga amal qila olmadi. Muhammad bilan Ibrohim Bo'ritekin o'zlari uchun o'ngishli bo'lgan ana shunday fursatdan foydalanib mustaqillik yo'liga mangdi. Ular milodining 1040-yilidan boshlab g'arbiy Qaraxonlar Samarqandni poytaxt qildi. Shundan boshlab Qaraxonlar sharqiy va g'arbiy Qaraxonlarga rasmiy bo'linib ketdi. Shunday qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.